Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun eksperiment hisobiga shagird bola mana tutluga bak chiqarmay turgan kuygan ekan. Mana bakini qarang, yangi chiqarib turganini hozir boshqa solishtirib beraman. Mana yangi chiqqan sezilib turibdi. Hozirga sharbatdan quygan edi. Mana bitta bakalashgan belga qo'ygan. Yangi chiqargani aniq bo'lib turibdi. Mana xudo xolisi ko'rsataman mana sizlarga. Mana oldingi bundan oldingi voqlik kunlarini bak chiqarganlar mana mevasini ham pishirib turibdi xolisi. 15 kun bo'pti, quyib ketgan ekan, ishga ketib qoldi Samarqandga. Hozir o'g'lim bilan gaplashamiz. Mana narisini ko'rsatay mana. Narisi meva tuyib turibdi. Hozir hovlida ham bor ekan, hovlidani ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu ham mevasini tuyib turibdi. Uni birinchi ko'rsatganimiz yangi bash chiqaribdi. 45 kun bo'lib qolibdi. 10 kunda bildiribdi. Hozir sharbatdan ham olib kelamiz, xudo xolasa. Mana sezilyapti. Uncha ko'z yosh ko'rmay qoldim ham sezadi ha buni. Yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Mevasi ham tayyor bo'lyapti. Ular pishib bo'ldi. Kecha bash chiqqan ha. Siz guvoh bo'lib qo'yasiz. Dadangiz bo'lmaydi. Dadasi ishga ketib qolibdi. Ismingiz nima edi? Dilmurod ekan mana. Yuring ichkaridan ham uzmasdan ko'rsatamiz. Bular odamlarga ko'rsatmasang ishonmaydi. Hozir hovlida ham bitta qolgan ekan. Sizlarga ishonmaganlarga ham ishontirish uchun bu eksperiment hisobiga quygan ekan o'zi. Hozir Samarqandda turib telefon qilyapti. Shagird bola. Mana yonda olganda bu meva sotibdi. Hamma mevasi shuna pishib ham turibdi mana. Qizarib. Hammasi ko'rmayapti mana. Qani eksperiment hisobida ketman olib kel, ketman. Tani sal uyga chiqmasa bo'lmaydi. Mana shuni hozir quyamiz. Ketmanni sayyormas ekan. Mana dash chiqargan yo'q. Bugun 31-may 2026-yil. Kecha bo'xtir suv qo'ygan ekan buni. Xudo xolasa 5 kundan keyin bunisini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Buni hozircha isbotlangan. Isbot uchun xalqqa. Narsa ham o'zi isbot bo'libdi-yu, quyganini ko'rsatmaganmiz, buni hozir quygan tayyorlab qo'yganmiz. Mana sharbatda hozir 20 litr olib keldik. Yangi ko'chatlarga faqat 1 litr quyiladi. 1 yillik ko'chatlarga. Qani bunga o'ytyapti 3 litrni quyib yuborganman deyapti. 3 litr quygan bo'lsa bilmayman endi. 1 litrdan oshiq quyib bo'lmaydi. Kuydirib qo'yishi mumkin. Bugun 31-may 2026-yil. 18-ga 17-kunda kuygan ekan buni. 15 kuncha bo'lib qoldi. Salomatchilik bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ishonaveringlar og'aynilar. Har bitta narsaga ijobiy ta'sir qilyapti xolos. O'zini ko'rsatib qo'ying. Salomat bo'ling og'aynilar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ishonaveringlar. Hamma narsaga foydasi tegyapti. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum og'aynilar. Mana tushuntiray dedim, yanton. Mana hozir tutlar ko'rsatdik. Hammasi bir kunda ekilgan mana shu ko'chada 3 tami tutdi, ichkarida 3 tami bor ekan. Bash chiqarmay turgan ekan shagird bola, mana 15 kuncha oldin quygan ekan begimiz sharbatida. O'zimlarga berdim aslida. Shuni ham quyib qo'ygan ekan, ya qursin, ya ko'karsin deb. Bugun erta bilan o'tirsam, shuna deb telefon qilib qoldi. O'zi Samarqandda ish bilan ketgan. O'zimiz Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumanidamiz-ku. Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani. Kanalimizning nomi Abdullahi Hoji begimizlar. Sharbatimiz litri 1000 so'm. Juda katta narsalar isbotlab qo'yganman. Mana bu ham bitta eksperiment bo'libdi-da, qisqasi xolos. O'shancha hammaga o'rgatishga degan edik. Keyin tushunmay qolgan joylarni tushuntirib qo'ydi degan edim. Hamma narsaga foyda beryapti. Endi bu kirgiz manzarali tutagan xolos. Ertasiga ham hozir ertasiga ham quydirib qo'ydim. Xolos uni ko'rsatib beramiz. Hammaga isbotlab beramiz, xudo xolasa. Asosan dehqonlar o'tsa yaxshi bo'lardi bunga. Dehqonlar, masalan, qovun, tarvuz, piyoz, chesnok, hamma narsa nimaga bo'lsa foyda beryapti, xudo xolasa. Qachon tekshirib ko'rish kerak-ku. Mana dori mineral o'g'itlarni hisoblab ko'rsalar, hozir mineral o'g'itlar ham qimmatlab qolibdi endi. Hammaga manfaatli bo'lsin, shuni tushuntirib qo'y degan edim. Qisqasi, mineral o'g'itdan 8 barobargacha arzon tushadi. Hem tabiiy bo'lib qoladi, shuni quysalar tabiiy bo'ladi.
Hamma o'tsa hammaga yaxshi bo'ladi. Yerlarimiz unumdor bo'ladi. Zaharlanish kamroq bo'ladi qisqasi. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.